juda ham ko'pdan mendan 16 talik stol stul bormi deb so'ragan. Sotuvimizda Xitoyda ishlab chiqarilgan 16 talik stol stulimiz ham. Bunaqasi har doim uchirilmaydi, ko'rsangiz bo'ladi. Bosh tarafdagi va oxirdagi kreslolar qilib ishlab chiqarilgan. Buni naqshlarga e'tibor qarating. Bir eng zo'r tarafini men sizga ko'rsataman. Ko'p stol stullar orqasi fix holatda bo'ladi. Bunda illagida ham, orqasida ham xuddi shunaqa naqshda tushirilgan. Ranglarga e'tibor qarating, qanaqa chotki holat turibdi. Yog'och, toza yong'oq materialdan ishlab chiqarilgan. Stolimizda razmeri, son razmeri 1.20 ga 4.60, o'rtasi ochiladi. Xohlasangiz yopib qo'ysangiz bo'ladi. 12 talik, 14 talik qilib ishlatsangiz bo'ladi. Stolimizda oyog'ini bitta ko'ring. Xuddi shunaqa tumbali qilib, 3 ta tumbali qilib ishlab chiqarilgan. Sastyana prosta ideal holatda. Buni yangisi juda ham qimmat narxda turadi. Bizning kanalda arzon narxlarda berib yuboramiz. Narxi qiziq bo'lsa, pastda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Ushbu raqamlarga telefon qilib narxini so'rab olishingiz mumkin. Bizdan kuzatishga davom etinglar. Bundan ham ajoyib mebellarni qo'yishga harakat qilamiz. Eng zo'rlari mebel bu uzda bo'ladi, hurmatli obunachilar.